Assalomu alaykum. Avvalgi darslarimizdan boshlab muntazam ifodalar to'g'risida gaplashishni boshlagandik. Bugun ham o'sha mavzuyimizni davom ettiramiz. Davom ettirishdan avval men bitta dasturga kod yozib olishga qaror qildim, chunki bu dastur hali kelajakda o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz uchun yaxshi asqotadigan dastur bo'ldi. Bu dasturni qiladigan ishi ekranga eng avval yakunlash uchun ch deb yozing degan yozuv chiqarib turib, undan keyin tartibni kiriting deydi. Ya'ni biz bu yerga pattern muntazam ifodani yozishimiz kerak. Misol uchun shu yerga zar deb yozib, enterda bosib matnni yozsak, uning ichida zar yozuvi qatnashgan gaplarni bizga topib beramiz. Birinchi men yozgan matnni o'zi qanday bo'lsa shundayligicha chiqarib beryapti. Undan keyin yana bitta va ikki matn yozib chiqarib, tekst qo'yib bu tekstga e'tibor bersangiz, qayerda qidirmoqchi bo'lgan tartibimiz uchragan bo'lsa, o'sha tartib uchragan joyga bu belgilarni qo'yib, ekranga chiqarib beryapti. Keyin necha marta moslik kelgan bo'lsa, moslik topildi deb bizga yozuv chiqarib beryapti. Undan keyin yana tartib kiriting deydi. Masalan, mana bunaqa tartibni ham o'rgandik. Bu zabarrani ham topib olish kerak edi, hammasini topib olish kerak edi. Mana hammasini topib, 4 ta moslik topildi deb ekranga chiqarib berdi. Xullas, birinchi muntazam ifodani, undan keyin matnni kiritsak, o'sha matnning ichidan biz bergan muntazam ifodani qayerda kelganini belgilab chiqarib, nechta kelganini chiqarib beradigan dasturga kod yozildi. Bu dasturga kodni qanaqa qilib yozganimizni hozir o'rganamiz. Dasturni o'rganishga kirish uchun birinchi navbatda klass ochib olishimiz kerak. Klassda nomini muntazam ifoda tekshiruvchi deb nomlayman. Public static void main deb yozamiz. Bu metod bo'lmasa, bu Java application aslida application hisoblanmaydi. O'zi mustaqil ishga tushib ketolmaydigan oddiy klass bo'lib qoladi. Klaviatura orqali konsolga kiritilgan ma'lumotlarni o'zgaruvchilarga o'qib olishimiz kerak edi. Scanner deb turib, uni argumentiga system in deb beramiz. System in chunki bu konsol bo'lganligi uchun. Yo'q. Undan keyin qiladigan ishimiz while sikl ochish bo'ladi. Bu siklda cheksiz davom etadigan sikl qilib ochaman, chunki kerak bo'lgan vaqtda o'zim bu sikldan to'xtata olaman. To'xtatishni ham o'rganamiz. Ekranga yozuv chiqaraman. Yakunlash uchun ch deb yozing deymiz. Ekranga yana yozuv chiqaramiz. System out print deb uning ichiga tartibni kiriting deymiz. Bitta o'zgaruvchi ochamiz. Ochgan o'zgaruvchimizni nomini kiritilgan tartib deymiz. E'tibor bersangiz string tipli o'zgaruvchi ochilyapti. Kiritilgan narsalarni bu next line degan metod string qilib javob qilib qaytarib beradi. Xuddi shunga o'xshab endi matnni kiriting deymiz. Buni nomini kiritilgan matn deb nomlaylik. Tartibga ham matnni ham kiritib oldik. Tartibni kiritganimizdan keyin yakunlash uchun ch deb yozib qo'ying degan bo'lganligimiz uchun birinchi kiritilgan tartibni tekshirib ko'ramiz. Kiritilgan tartib chunki foydalanuvchi chiqib ketishi ham kerak, o'zimizga chiqib ketishi ham kerak bu. Kiritilgan tartib equals bo'lsa, ch ga dastur yakunlandi degan yozuvni ekranga chiqarib turib, system exit deb dasturdan chiqib ketadi. Xullas, hozir bizda tartib bor, kiritilgan tartib, pattern yaratishda bundan foydalanaveramiz. Patternni qidirishda bu matndan ham foydalanishimiz mumkin. Endi bizga yana bitta narsa kerak, belgilar. Chunki matnni qayerdan biz bergan tartib topilganligini aytib berish kerak bizga. Massiv ochib olyapman, char tipli. Buni uzunligini kiritilgan matnning uzunligi bilan bir xil qilaman. Necha marta biz qidirayotgan belgilar tartibi topilganligini ekranga chiqarishimiz uchun moslik soni degan bitta o'zgaruvchi ochib olaman. Bu o'zgaruvchiga boshlang'ich qiymat sifatida 0 deb beraman. Asosiy qismga keldik. Asosiy qism nima edi? Patternni yaratishimiz kerak. Tartib deb nomlayman nomini. Patternni yasash uchun, obyekt yasash uchun pattern klassini compile degan statik metodidan foydalanib, uning ichiga tartibni yozishimiz kerak edi. Mana kiritilgan tartib, foydalanish kerak tartib. Matcher ochishim kerak. Matcher ochayotgan vaqtimda nom berib avval qaysi matndan mos kelgan narsani topishimiz kerakligini yozishimiz kerak. Kiritilgan matnda uni argumentiga uzatamiz. Endi navbat while ichida moslik topilgan vaqtda biror ish bajarishga keldi. Moslik find true javob qaytargan vaqtda nima ish qilsin? Erase o'rganganmiz avval. Buni fill degan metodi bor. Fill degan metodida o'zimiz bergan narsani, misol uchun belgilar massivini topilgan moslikni boshlanish pozitsiyasidan topilgan moslikni tugash pozitsiyasigacha mana bu belgilar bilan to'ldirib chiqdimiz. Moslik sonini topilgan bo'lganligi uchun 1 ga ko'tarib qo'yamiz. Shu bilan sikl ichida bajarishimiz kerak bo'lgan narsa tugadi. Sikldan tashqariga chiqaveramiz. Agar moslik soni 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ekranga matnni chiqarib bersin, yana ekranga belgilarni ham chiqarib bersin. Moslik soni topildi desin. Agar 0 dan katta bo'lmasa, topilmagan hisoblanadi. Ekranga moslik topilmadi deymiz. Dasturda kodini yozib oldik. Endi buni ishga tushirib ko'raylik. Kodni ishga tushirgan vaqtimda yakunlash uchun ch deb yozing deyapti. Z bilan boshlangan, o'rtasi a, e, u bo'lgan, oxiri r bo'lgan tartibda keluvchi matnning ichidan shu tartibni topib berdik. Matnni yozamiz xohlaganimizday qilib, orasiga zar ham qo'shib qo'yaylik, zer ham qo'shib qo'yaylik.
Zur ham qo'shib qo'ydik. Zarni ham topdi, mana tagiga belgilar qo'ydi. Zerni ham topdi, zurni ham topdi. 3 ta moslik topildi deyapti. Yakunlash uchun ch deb yozing. Ch deb yozib enterga bossam, dastur yakunlandi deb ekranga dasturni yakunlab chiqardi. Dastur tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki har bitta qatorni yozayotgan vaqtimda uni nima uchun yozayotganligini aytib o'tdim. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.